2021-yilgacha Nurota tuman soliq inspeksiyasida ishlagan edim. Keyin koronavirusdan keyin sog'lig'im yaxshi bo'lmadi. Bu suyak yemirish degan kasallik bilan 1 yildan ziyod bo'ldi, davolandim, bo'lmadi. Keyin operatsiya qildim. Ikkita oyog'imda ham shu kungacha keyin ikkinchi guruh nogironi bo'lib, keyin o'zimizda inson markaziga murojaat qilganimda, davolanib bo'lganimdan keyin shu ikkita oyog'imga ham endoprotez qo'yildi. Keyin ishlab bilganimdan keyin shu bankka inson markazi yordam berdi. Ishga kirish, ishga joylashishga. Hozirda front bo'limida ishlayapmiz. Front office bo'limida korporativ biznes bo'limi menejeriman. Vazifalarim asosan yuridik shaxslarga xizmat ko'rsatish. Inson markazi xodimlariga katta rahmat. Mana shu Nurota tuman Agrobank filialiga ishga joylashtirganim uchun. Hozirda o'zimga ishim yoqadi.